Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugun sizlarga qonun qoidaga, tartibga o'ta aniqlik bilan ish ko'radigan, aniqlik bilan hissiyotlarini jilovlab turadigan ayollar haqida misollar keltirmoqchiman. Meni narsalarim joyida tursin. Meni ninam ham joyidan qo'zg'almasin. Taxi-taxiga, rahi-rahiga. Shunday so'zlarni ishlatadigan ayollarni ko'rganmisiz? Va bunday ayollarni aslida psixologik nuqtai nazardan bizlar tartibli, intizomli va har narsaga o'z munosabatini bildiradigan ayollar sifatida qaraymiz. Ammo bunday ayollarning farzandlari, yaqinlari bunday holatdan biroz aziyat chekishadi. Qanday deysizmi? Mana shunday muhitda o'sgan farzandlar albatta qachonlardir ulg'aygandan so'ng ularga buyruq naylida, mana shu mustaqil bo'lmagan holatlarda ish buyurishgandagina o'zlarini erkin tuta boshlashadi. Shuning uchun imkon qadar farzandlarimizga, yaqinlarimizga buyruq naylida emas, balki iltimos va xursand bo'lardim degan so'zlarni ishlatib ish buyursak va ulardan talab qilsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Va siz buni uddalaysiz.